o'ris sinfda o'qigan qizlar juda ham betarbiya bo'ladi. O'ris sinfda o'qigan qizlarni ko'pchilik betarbiya deb o'ylaydi, lekin men faxrlanaman o'ris sinfda o'qiganimdan. Chunki men hozir siz qizingizni o'ris sinfga beringkin, bermaymikin, tarbiyada oqsish bo'larmikin deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu videoni yaxshilab ko'rib menga obuna bo'ling. Men o'zim 9 yil o'ris sinfda o'qiganman. 80% o'rtoqlarim o'zbek qizlar bo'lgan, o'zbek o'g'il bola bo'lgan. Lekin biz o'g'il bola bilan nimagadir birga o'tirmasdik hech ham. Stolovoyga tushib o'tirmasdik, qatlargadir bormasdik. Balki bizning okrujeniyamizdagi qizlar, ularning tarbiyasi shunaqa bo'lganda. Islomiyman, har kuni bolalar bilan etga-betga borishi. Ko'pchilik o'ris sinfda o'qisa, bolalar bilan juda ham yaqin bo'lib ketadi deb o'ylashadi. Bu juda ham noto'g'ri. Bu menimcha uyda beriladigan tarbiyaga bog'liq deb bilaman. Kimdadir bola bilan o'rtoq bo'lish bu norma holat uyda, kimdadir bu norma emas. Misol uchun menda norma bo'lmagan. Men agar adam o'ris yoki o'zbek bo'ladimi, sinfdoshim bilan o'tirganimni ko'rsalar, balki jahllab chiqqan bo'lardi deb men o'ch o'tirmasdim. Meni yonimdagi atrofimdagi o'rtoqlarim ham xuddi shunaqa. O'ch o'tirishmasdi. Bu narsani bizani o'zbek bolalar ham juda ham hurmat qilardi. Yolg'on gapirmaslikni o'rgandim. Har doim chestni bo'lish kerak. Birovning orqasidan gapirmaslikni, g'iybat qilmaslikni, tashish kerak emasligini, kattani ham, kichkinani ham, o'rtanchani ham bir xil hurmat qilish kerak. Meni kollejda o'tgan o'zbek sinfda va men nimalarni ko'rib shok bo'lganman. Ustozlar qizlarga qaraganda o'g'il bolaga juda ham ko'p yon bosishardi. O'g'il bolaning oldida qizlarni yerga urishardi. Bolalar bilan darsdan keyin qolib, ba'zi bir ustozlar, oilali ustozlar, o'g'il bola 4 yosh bola bo'lishi mumkin, 5-6 yosh o'zidan kichkina ham bo'lishi mumkin. Lekin baribir u erkak kishimi, o'sha 17-18 yoshdagi bolami bu darajada yaqin bo'lib ketadi deb o'ylamasdim. Pedagog sifatida juda ham neprofessional yondashishardi. O'zligini kasbingiz 5 bo'lsa ham, bolalarning oldida, o'g'il bolaning oldida sizni yerga urish maqsadida ham to'r yoki даже nimadir bahona topib ucham qo'yib bergisi kelgan bo'lsak, qizlar bir-biriga dushmandek. Bolalarning oldida zo'r, chiroyli, zo'r qiz bo'lib ko'rinish maqsadida bir-birini sifatida juda ham katta yomon gaplar gapirishardi, yolg'onlar to'qishardi, g'iybatlar kursdan keyin ishga tushib ketganman. Spetsxonalarga borardim. O'sha paytlarda meni chaqiring deb men kuratorim bilan chunki gaplashmagan bo'lganman. Chunki ikkinchi kurs karantindan keyin kimdir kelgan, kimdir kelmagan, o'qituvchilar sakrasheniya bo'lgan. Shunaqa qilib bitta o'qituvchi 9 darsda dars berardi, fandan. O'shandan keyin o'ylayveringlar qanaqa qilib biz o'qituvchilarim juda ham bir mrachniy bo'lib eslanadi. O'ris sinfda o'qigan qizlar betarbiya deb gapirsa, shuning uchun jahlim chiqib ketadi. Rostdan ham betarbiya qizlarni sizlar o'ris sinfdan qidirib topolmaysizlar.